Qaysi kun eris qat-qat bilan eris tort yasash usulini chiqarib bersam, shundaq yaxshi qo'llab berdinglar, umaq do'stlarim, qo'llab bergan qo'llaringlardan gullar unib kelsin do'stlar. Üzem qolgan erislan tayyorladim desam, xonim erisni qanday tayyorlaymiz deb payonchida necha do'stimiz so'z qoldirib qo'yibdi-ki, unda bo'lsa men bugun mush liqqida oqsil bilan to'lgan erisni qanday tayyorlash usulini men sizlarga o'rgatib qo'yay do'stlar. Unda bo'lsa qanday tayyorladimki birlikda ko'raylik. Bozorlarda kilosi 50-60 qo'yliq erisni mush 10 qo'y pullardan bitiramiz do'stlarimsa. 1 kilo sap süt, 1,5 kilo şeker do'stlar. Sütni qozon qo'yib olgandan keyin ravrs bir qaynatib olamiz do'stlar. Qaynatib olgandan keyin 1,5 kilo şekerimizni silib, to'xtamay aralashtiramiz do'stlar. Mush tariqada aralashtirib, 40 minutdan 50 minutgacha aralashtirib olsak bo'ldi. Anandan keyin mush xil holatdagi bir seriq holatga keldi do'stlar. Anandan keyin o'tni sal bo'sh qilamiz do'stlar. Jumi o't kuchli ko'p kesib bo'lmaydi. O'tni bek bo'sh qilgandan keyin to'xtamay aralashtirsak, ma'qul seriq holatga keladi. Anandan keyin ustlariga biza ko'pik o'ylab qoldik bo'lsa, ko'pikni elvatsak bo'ldi do'stlar. Jumi ko'ginonlardek ma'qul holatga kelgan vaqtimda texmi seriq holatga keldi. Endi o'tni texmi bo'sh qilamiz do'stlar. Bek bo'sh qilgandan keyin to'xtamay mushundaq aralashtirib, yana buni 50 minutdan 60 minutgacha mushundaq to'xtamay aralashtiramiz do'stlar. Mana bu erislarimiz qaynab pishib tayyor bo'lib ketdi. Buni bir qochimizga to'kib olamiz do'stlar. Suyuqda ko'ringan bilan 1 soatdan keyin sovigandan keyin ma'qul holatga keldi. Ko'rdinglarmi do'stlar? Bunun ustiga buni sap süt şeker bilan lamqag'ashqa boshqa hech qanday narsa aralashtirmag'ashqa liqqit oqsil bilan to'lgan bir eris bo'ldi do'stlar. Undan keyin men benshaniki sovuq saqlash bilimsiga bir kech qo'ygandan keyin ko'rdinglarmi? Mushkul holatga keldi do'stlar. Endi buni nallarga bolqaloq surkab yesak bo'ldi. Balalarımızga nallarga surkab bersak bo'ldi. Andan keyin eris qat-qat, eris tort degandeklarni yazsanglarmi bo'ladi. Andan keyin buni bir og'iz yem etiladigan qochimizga silib, sovuq saqlaydigan yerga qo'yib qo'ysak bo'ldi yoki salqin joyga saqlab qo'ysak bo'ldi do'stlar. Endi mayada nim qilmoqchi desanglar, ash xaltiliq tayyor erisni 2 xalta ekilib, men unimi tökdim va o'zim qaynatgan erisni ekeldim bir yerga do'stlar. Qaranglar, tam jihatdan bo'lsin, rang jihatdan bo'lsin yoki quyuqlik jihatdan bo'lsin, hech qanday farqi yo'q do'stlar. O'xshash degandeklam o'xshab ketibdi. Unda bo'lsa do'stlar, ko'rib mishaga kelgan bo'lsanglar meni qo'llashni unutmanglar. Kelar qatim ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.